Namangan yana katta festivalga mezbonlik qilmoqda. Joriy yil 13-14 fevral kunlari Namangan 2-xalqaro avto festivali bo'lib o'tadi. Festival doirasida 13 fevral kuni yangi Namangan tumani sanoat va servis zonasi hamda Avtokar Park avtosalonida avtomobil ta'mirlash sohasida faoliyat yuritayotgan yosh mahoratli ustalarni aniqlash, ularning kasbiy salohiyatini namoyon etish hamda eng yaxshi mutaxassislarni munosib rag'batlantirish maqsadida yosh avto ustalar ko'rik tanlovi bo'lib o'tadi. Tanlov quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'tkaziladi. Avtomobil yurish qismlarini ta'mirlash, avtomobil dvigatel qismlarini ta'mirlash, avtomobil diagnostika hamda elektr qismlarini ta'mirlash, avtomobil tashqi qismlarini ta'mirlash. G'oliblikni qo'lga kiritgan yosh ustalar maxsus sertifikat, qimmatbaho esdalik sovg'alari hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Tanlovda ishtirok etish istagida bo'lgan ustalar ro'yxatdan o'tishlari va qo'shimcha ma'lumotlar olishlari uchun 94 kodi bilan 206 88 55 88 kodi bilan 118 0004 raqamlari bilan bemalol bog'lanishlari mumkin. Barcha avtomobil ustalarini ko'rik tanlovda ishtirok etishga chorlab qolamiz. Namangan 2-xalqaro avto festivali sizlarni kutmoqda.